$100 akalar mana aka Jiguli avtomashinasi olib ketsanglar bo'ladi xullas. Bu propan akalar mana aka. Metan, benzin hammasi bor ha. Xarajat yo'q. Tonirovkalari bor. Mana shipkalar mana aka yoshi. Modar taxlangan mashina. Tip bilan qaranglar. Maza qiladigan mashina ekan. Mana aka italyanskiy Jiguli avtomashinasi. Udar taxlangan, xohlasanglar. Yaxshi narxda sotilyapti. Qoldirib qo'yaman. Yil necha aka buni? 2004 yil. Narxi-chi? Narxi 35 kam bu. 35 million 2004. Xo'p, do'stlar, 5 million so'mga aka Jiguli olmoqchiman deganlar uchun bugun xudo xolasa Qarshi mashina bozoridan 13-aprel sanasi bilan Jiguli Moskvich narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa albatta qo'ldan kelgancha. Hammaga assalomu alaykum. Ilhom Shodiyev do'stlar, sizlar bilan xudo xolasa bugun qo'ldan kelgancha Jiguli narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Likelarni bosib qo'yamiz jigarlar, kanalda yangilar bo'lsa albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz esa videoni boshladik. Xo'p, akalar, birin-ketin boshlayveramiz. Aka, hormang, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Telegram kanalimiz bor, ularni qo'ying, arzon mashinalarni qo'yib bormoqdamiz. Pastda kommentariyada silkasini qoldirib qo'yaman. Aka, ishlar zo'rmi? Yil necha ekan buni? Assalomu alaykum. 2008 akalar. Mana aka. Jiguli avtomashinasi. Narx qancha ekan aka? Metan gazlari bor, benzin ham ketaveradi-a bu? Bitta knopkada almashadi. Metan, benzin bitta knopkada akalar almashadi. Xullas, kraska qanday? Kraska har bir joyda bo'lish kerakmicha. Chaqa-chuqa bor deyapsiz. Endi suylar butun ha? Biz butun. Suylari butun. Nech pul so'rayapti bozor? Bozor 30 so'raydi. Shunga Polniymi? Hamma joyga tashdi. 30 ga zo'r so'rabdi aka, bermadingizmi? Nima unday qildingiz? Qoplamadim. Qaysi shu bozor so'rami? Yo'q, ikki bozor. Ikki bozor ko'ryapsiz. Bordi, keldi, xarajat bilan 32-33 ga tushdingiz. Shu bozor ham ko'ring, telefon qilishani nechaga beramiz? 30 dan tushamizmi o'zigami? Shu 30 atrofi bo'lgan. 30 million so'm bo'lsa, akalar, naqdga 2008 berib yuborlar, xudo xolasa. Yangi. Variantga nima deymiz aka? Ha? Variantga. Variantga boshdan ko'proq bo'lsa, aytsinlar. Necha pul bersin? 10 million bersa nima deymiz? 20 lar atrofiga to'g'ri. 20 bersin, qolganini bir bemalol 4-5 oy kutib tura olamiz, ha? Shunday. 20 million beringlar. Mashinani olib ketaveringlar. Qolganini bemalol 4-5 oyda utsanglar bo'ladi. Oyiga 1-2 milliondan qilib bemalol utsa bo'ladi. Telefon raqamini aytib boring, ha? 33lik 33lik 899 899 4 motor pator olarmoqdan xarajat qilmaydi, ha? Yo'q. Xarajati yo'q mashinaga ekan. Bu qayerda mashinasi edi? Bozor. G'uzorda mashinasi. Aka, charchamay savdosi bersin. Metan hamma narsa benzin, akalar bitta knopkada o'zi almashar ekan. Xarajati yo'q mashina. Telefon qilib mabodo qiziqqanlar bo'lsa, savdosini bitirib olsanglar bo'ladi. Mana bunaqa pick-up mashinasidan so'raganlar uchun ham ko'rsatib akalar, pick-uplardan. Xo'p, aka, hormang, assalomu alaykum. Ishlar zo'rmi? Yil necha ekan buni? 2012 akalar. Necha pul deyapsiz aka? 35? 35 million so'm 2012. Metanmi bu aka? Metallari bor. Benzin ham ketaveradi, ha? Benzin ham ketaveradi. Motorlar xarajat yo'qmi olarman odamga? Xarajatlari yo'q aka, barchalar. Salom. Necha pul qildi bozor? Niyat qancha o'zi? 20 lar nima deymiz naqdiga? Yo'q, unday qilmang. 25 lar naqd sanasini olib ketaversin mashina. 30 million deya, 30 million deb qo'yaylik. Nasib bo'lsa endi bozordan qaytsa balki fikringiz 2000 ga so'rab keldi. 2000 ga 26 million so'mga so'rab. 26 million bilan 30 da orasida xudo xolasa chiroyli telefon qilsin, chiroyli narxda qilib berasiz, ha? 26 bilan 30 orasida qilib berishadi. Variantga nima deymiz? Faqat naqdigami? Faqat naqdiga. Telefon raqam 90lik 667 93 96. Qayerda mashinasiz? Qarshi shahar, Xudoyzod. Aka, charchamay savdosi bersin. Sog' bo'ling. Qiziqarlar, telefon qilaverasizlar akalar. Jiguli avtomashinalaridan mana aka, yana bitta bor ekan. Ko'rsatib akalar. To'g'ri ko'rsataylik, nima gap ekan.
Xorbi, assalomu alaykum. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga, bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori va siz qanday qilib Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda dollar yuborsam deb o'ylab o'tiribsizmi? Unda sizga Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasida eng arzon kurs va hatto Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazib berishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va eng arzon kurslarda uydagilaringizga dollar yuboring. Bor. Zarba tezligidan da tez. Eng zo'r kurs faqatgina bizlarda. Yuboringlar surishnaman. Yilni chegani ham buni. Yil 2000. 2000-yil narxini ish bilyapsiz. Lekin men kimmasdan menga bera olmayman-da unga. Ha, narxini. Siz bir 3 tur bozor oldin ham chiqaruvdingiz, ha? Ha? Dubai mashina ketaveradi farqi. Yo'q, ha? Ha. Ha. Tirikchilik bizani. Ha, ha. Dubai mashina. Ha. Aha. Mana ekan. Ha, narxini aytib ketingchi bo'lmasa? Narxi 20 deyapman, kelishtirib beraman. 20 deyapsiz, kelishtirib berasiz. 04 Aha, gap yo'q. Savdosini bersa, mayli, charchamang, xo'p. Akamizga tirikchilik ekan, kimnidir endi mashinasini sotaman deb olib qo'yganlar. Shuning uchun uni unchalik aka ko'ray. nomerlarni berib nima qilinmaydi. Sotishi bozordan sotib berishi mumkin. Aka, Xorbi, assalomu alaykum. Yil necha ekani buni? 94. Ha? 94. Narxchi? 27 million. YouTube'ga ko'rsatib olmoqchi bo'lganlar. 94-yil mashina akalar, 20 qancha? 27 million so'm. Mana aka. Akalar, 27 million so'm. Xo'p aka, savdoni qilaversinlar, xalaq bermaymiz yaxshisi. Yaxshisi sotaman deganlardan, xudo xolasa mana srochniy deganlardan ko'rsatib o'tganmiz. Ma'qulroqmi deyman-da. Shu an shiyashnikomsa ko'p chiqyapti ekan bozorda. Ha, qo'yuvdim. Ha, hech sotilmadi, bir 2-3 oydan beri shu. Ha? Sotilib yana sotilyapti-ku. Sotildimi hozir? Yil necha edi buni? Necha pulga sotildi? 15 million. 15 millionga sotildi. Chiroqchi ham chiqdi adashmay. Yo'q. Chiqadi yo'qmi? Ha, mayli, barakasini bersin. 2083-yil ekan akalar, 15 million so'mga sotilgan ekan. Oldin 18 ga bermadim deb turardi aka. Mana berib yubordi oxiri. Sotolmay. Nima gap aka? Assalomu alaykum. Zo'rsiz? Ishlaringiz qaysi biri sizdan bumi? Yil necha ekan? 93. Akalar. Narxi necha pul bo'lyapti mana? 93 16 million so'm. Metanmi aka bu? Propan benzin ketaveradi akalar. 93 16 million so'm. Bozor necha pul so'rayapti? Naqdiga necha pulga? Naqdga 15 bersa beraman. Yo'q, 13 ga nima deymiz? Naqdga 1000 dollar bo'ladi, 13 million. Naqd sanay, olib ketadi, nima deymiz? Naqdga bermadim uni. Bozor bir ko'ring, keyingi bozor olib chiqingizda yana 14-15 ga ketadi xarajati bilan o'zi. 13 ga naqd sanasini olib ketsin 100 dan. 13 ga hozir ham bermadim kecha. Hozir ham bermaysiz. 14 qilsin. Yo'q, 15 qilsa berib yuboraman. 14 qilsachi. 14 ga ko'raman. Amallasa bo'ladi, ha. Motor olarmi odam xarajat qilmaymi aka? Yo'q, motorga xarajat umuman bir so'm qilmaydi. Aha, gap yo'q. Hadovaga ham xarajat qilmaydi. Boshqaga xarajat qilish mumkin emas. Boshqa motor hadovalar hammasi qilgan. Amaliyot qilish hammasi yangi qo'yganman. Gap yo'q. Telefon raqam aka? 91lik 91lik 947 947 2301. 2301 ha? 2301 akalar telefon qilib savdosini qilaverasizlar. Faqat naqdiga ham. Endi 14 deyapsiz, kimdadir 4 million pul qoladi-da, aka 4 million olib turing, qolganini 3 oyda beraman. 4 million bersan, qolgan 3 oyda to'g'rilab bersan, iloji bormi? Yo'q, 10 millionni bersan, 4 millionni sen beraversan. Bunday qilmang-da siz. Yordam qiling-da bir. Yordam qilinglar, uni yaxshi yordam qilmaydi. 4 million pul bor, qolganini soqqan qilib beraveradi-da. Iloji yo'qmi? Iloji yo'q ekan. 10 millionga olib, qolganini 4 millionni keyin bersanglar ham bo'lar ekan. Bunimi? Endi necha edi? Narxchi? 94 akalar, 27 million so'm. Aha. Xo'p, 94 27 million akalar. Mana to'laqlari matan yemaydi. Propangas. Aha. Xo'p, balonli holati yangi. Nima turibdi? Propangas, benzin ham ketaveradi, ha? Motorlar moy yemay, xarajat yo'q ekan.
Nechi pul so'rayapti aka bozor? Shumkami bu? Bunga biz shunga qo'yamiz. Boshqa ish uchun olmaymiz. Ha. Ha. To'qson nechi edi? 94 akalar. Nima qilamiz? 20 millionga berib yuboramizmi? 20 million ozgina kam bo'ladi aka. Ozgina qo'shsinmi? Biz shunga olib ketaveradi. Joyga xarajati yo'q. Hamma narsa ideal. Bozor nechi pul so'rayapsiz? Realmi olarmi odam? Ularni men hozir keldim, ukamdan so'rab ketgan. 20 degan. 22 ga beraylik naqdiga. 27 deyapsiz, 5 tushadi, ammo 5 tushadi-ku. Kontrakt uchun. Ha. Mashina oling aka, mashina oling. 5 million bo'lsa beraveramiz. Ha? 25 bo'lsa beraveramiz. 25 kelyapti. O'sha siz paspортlar uchun oldiga yana 07 dorogalar o'ynasa ham bo'ladi. Tag'in bir telefon qilsa bir ikki so'm tushasiz. Yo'qmi kelishamiz. Telefon raqam 90lik 90lik 314 314 44 44 43. Aka charchamang, savdosini bersan. Sog' bo'ling. Faqat naqdigami? Naqdiga. Naqdiga, sog' bo'ling. Qiziqarli telefon qilaverasizlar akalar. Nasiyaga afsuski yo'q ekan. Quvonch o'tgan anov chig'uvdim deyman-da. Chiroqchida chiruvdim, sheddan chiruvdim, xullas. Ajoyib naqd edi. Ha, o'tgan bozor tushirganmiz ham. Kimdan ekan bu? O'zizdanmi aka, ishlari zo'r. Buni manimcha o'tgan bozor birsini tushirib o'tuvdim deyman-da aka. Aha. Aka xormay sizdan ekanmi bu? Ha? Shular yil ichigan 95. Narxi nechi qilyapti? 32 bozor nechi pul qildi? 27. Bermadi. Niyat qancha nasib bo'lsa? 30 ga yaqinlashsa. 30 ga yaqinlashsa ketadi. Variantga ham bormi, naqdiga ham faqat? 95-yilda dedingiz, ha? Xo'p, 95-yil akalar mana aka. Metan, benzin hammasi bor, ha? Xarajat yo'q. Diska, balon, motorlarga xarajat yo'q. Diskalar zo'r turibdi, oynalar qoraytirilgan, tonirovkalari bor. Mana shipkalar mana aka, yoshi. Modar taxlangan mashina. Tepalarni qaranglar. Maza qilib minadigan mashina ekan. Faqat naqdi kelgan. Shunqami aka? Qoldi, ha? Yashayapsiz bu. Maqolamiz bermaganingizga beraverasizmi? Bozordan sotilsa-mi bu qaytib qolsa. Naqdga nima deymiz? Kelsa bo'ladi, ha? Telefon raqam 88 205 75 77. 75 77 205 dan 205 70. Charchamay aka savdosiz. Akalar, telefon qilaverasizlar xullas. Akalar. 27 bermaganimga berib yuboraman deyapti akamiz. Telefon qilaveringlar, kelsa bo'laydi. Xullas. Akalar. Hop. Tushiramiz. Yil nechi ekanmi? Ilhom aka. Ha. Yil nechi ekanmi? 80. Narxi? 82-yil akalar, narxi 10 million so'm kabi bor ekan, xudo xolasa. Xo'p, kraskalari endi polni qilingan-a bu. Suyakka nima deymiz? Suyak butun propan gaz, benzin ham ketaveradimi? Benzin ham ketadi. Motorga nima deymiz? Xarajat qilmaymizmi? Motor xarajati yo'q. Korobka zo'r 4 talik. Aha. Zadnimoska ovoz yo'q. 4 talik korobka, zadimoska ovoz yo'q, motorlar zo'r deyishyapti akalar. Bo'ldi muvaffaq. Siz choyingizni cho'rib telefonga bering. Balonlar ham o'rta holatda. Aha. Variantga nima deymiz? Variantga ham kelishamiz to'g'ri. Nechi pul bersam boshida? 2 million, 3 million bersa bo'ladimi? Ha, shu 2-3 larga kelishimiz mumkin. 2 million so'mga akalar mana aka. $100 bilan olib kelaveringlar xullas, mana aka. $100 bilan olib ketaversanglar ham bo'ladi xullas. Variantga. $100 ga akalar mana aka. Jiguli avtomashinasi olib ketsanglar bo'ladi xullas. Xo'p, propan. Aha. Bozor nechi pul so'radi aka? Bozor 8 so'radi, 7 so'radi. 7 ga naqdiga ketami yo'qmi? Yo'q, 7 naqd ketmaydi, 8,5 naqdga ketadi. 8,5 naqdiga ketadi ekan xullas. Kimdirda $100 pul bor, aka shuni 4 oy yo 5 oyda shuni oyi 100-150 dan qilib zo'raman. Siz nima deysiz? Yordam qilamiz, ha? Gap yo'q. $100 bilan ham olib ketaversa bo'ladi.
Generalni chiqadi generalni. Generalni ham chiqartirib berasiz. Endi generaliga o'zi dokument 5-6 million ketib qoladi, generalni chiqartirib berasiz. Telefon raqam aka? 97lik 97lik 382 382 40 80. Charchamay savdosimisiz? Yenichi ekan buni? 76. 76 italyanskiy variantimi bu? Voy gap. Ikkita o'lik relachirigan almashgan, qolgan hamma detali o'ziniki. Aha. 5 ta. Salom alaykum. Tashmish tashmish. Yara. Atskalik Yashang. 0307 motor aka 5 talik. Aha. Xo'p, men ko'rmaganman. Bu benzindan faqat, faqat benzinda ekanda. Rasxod qanaqa? Asfalt ikkinchi klapan ishlasa 10 tadan oshadi. Aha. Ikkinchi klapan ishlasa 10 tadan oshadi akalar. Alcantara tomlari. Oho. Italyanskiy Jiguli. Chiqib. Bu kirlolari almashgandingiz, ha? Fikrlar chirigan joyimizda, udar bo'lmagan. Chirigan uchun almashgan. Qonli shumka qilingan. Gap yo'q. Nech pul deyotdingiz? 20 da ham men kelishtirib beraman. 20 million so'm kami bor akalar. Bebemon kalpaklari ham bor. Aha. Nech pul qilyapti aka bozor? Bozor jim. Mana akalar, italyanskiy Jiguli avtomashinasi. Udar taxlangan, xohlasanglar. Yaxshi narxda sotilyapti. 15 dan tushasizmi o'ziga ham aka? 15 o'zida. 15 ga nasib bo'lsa naqdiga italyanskiy varianti bor ekan akalar. Variantga nima deymiz? 5 million puli bor. Yo'q. Oyiga bir 200 dan yoki 250 dan 3 oyga ham uzib beraylik. Nima deymiz? Yordam qiling. So'raydiganlar ko'p-da. Boshqa mashina olgandim o'shanga pul. O'ziga ham pul zarurda. Generalni ham qilib beraverasizmi? Generalni bir marta qilib beraman. Bir marta qilib berasiz generalni. Telefon raqam aka? 88lik 88lik 387 387 55 52. 55 52 ha? 55 52 akalar telefon qilib bemalol savdosini qilsanglar bo'ladi. Charchab ekan savdosi. Sog' bo'ling, xo'p. Xo'p, mashina chiqib zo'r akalar. Ikkita kirlar chirigan uchun almashtirib qo'yilgan ekan. Alcantara tom, xullas baram chiroyli, salon ham chiroyli, xullas hamma narsa zo'r taqlangan. Qiziqqanlar bo'lsa olishinglar mumkin. Xo'p, Qarshi mashina bozoridan Jiguli so'raganlar, ko'rsatib o'tyapmiz. Yaxshiroq variantidan ko'rsatib o'tamiz. Bitta egasi uxlayapti buni. Bilas yo'q ekan. Xo'p, do'stlar, shu bilan Jigulini yakunladik. Videoga like bosmaganlar bo'lsa bosib qo'yinglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha. Telegram kanalimiz bor, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Arzon mashinalarni qo'yib bormoqdamiz. Bozorga mashina olib chiqib sota olmadingiz yoki olib chiqishga sharoit yo'q. Telegram kanalimiz orqali sotishingiz mumkin do'stlar. Pastda kommentariyada silkasini qoldirib qo'yaman. Yil necha aka buni? 2004 yil. Narxi-chi? Narxi 35 kam bu. 35 million 2004. Bu to'liq nomi nima edi buni? Volga 31 105. Volga 31 105 akalar, metan gazlari bilan turibdi. Yaxshi skuter. Skuter ham qimmat bo'lib ketdi. Benzin ham ketaveradimi? Benzinda ham uradi. Motorga xarajati nima deymiz? Motorga yo'q xaraj. Xarajat yo'q. Benzinga ham endi yurishga sal xarajat qilish kerak ekan. Mana ke salon holatlar akalar. Super. Beştalik коробка. Aha. Bitta gidravlika. Rol gidravlika deysizmi? Xohlasa presipi ham bor. Gap. Necha pul so'rayapti bozor o'zi? 25 30 27 shunday narsa so'rayapti. O'zi 35 deyapti-ku. 35 deyapti. 30 desa beraveramiz. 25 ga narx sanaydiganlar bor, nima deymiz? So'raydiganlar bor. Ko'ramiz. Beraverasiz. Variantga nima deymiz? Do'stlar, Srochna dehqondan Lada Samara 21099 avtomashina sotiladi. Yili 94-yil, motor holatlari yaxshi. Narxi bo'ladigani 20 million so'm. Xohlasanglar pul kamroqlar uchun 10 million so'm bilan variant ham qilib berishadi. Pastda nomerlar bor, murojaat qilishinglar mumkin.
Xo'p, do'stlar, Qarshi mashina bozoridan Magnus avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Yili 2001 ekan mashinamizni. Ko'rsatib o'tamiz akalar. Ko'pchilik so'ragan shu narsani ham kommentariyada shu mashinani so'raganlar bor. Narxi qanday ekan aka buni? 50 lar atrofi. Tag'in ham tushib beraveramiz. Motorlari qanday buni? 2 motor, metanga zarbot. Aha. Orqasi ish bodiriz, ha? Orqa hadoyida ish bor akalar. Motorlari bu tomonga xarajati yo'q, normal, ha? Traska endi baribir topiladimi? Suyakka nima deymiz? Suyaklari butun akalar, chexollari ham ishqilib yaxshigina turibdi, salon holatlari ko'rib olishlaringiz mumkin. Bu rasxoti qanaqa? Ko'p yemaymi? Yo'q, lasettiladi. 2 motorda akalar. Mana. Holatlarni ko'rib olishlaringiz mumkin. Metan bolalar bor, orqa hadovoy nimalariga ishi bor ekan akalar. Nech pulda o'tiriz? 50 ga atrofiga bitadi. 50 million so'm atrof. Bozor nech pul qilyapti? Bozor shu baland so'rayapti. 40 ga nima deymiz naqdiga? O'ylaymiz aka. 40 million so'mga. O'ylaymiz. Ozgina qo'shsinmi? Ozgina qo'shsan, 40 ga ozgina qo'shinglar, olib ketaveringlar mashinani. Bo'lib to'lashga? Bo'lib to'lashga yo'q aka. Iloji yo'qmi? Naqdiga-da faqat. Telefon raqam aka? 99 774 774 4951 akalar telefon qilib bemalol savdosini qilsanglar bo'ladi.